Kiygan formam qanaqa turibdi? Haqqoniy bitta baho olinglar kommentariyaga yoqdi yoqmadi deb. Sizlar yozguningizcha men alohida obzor qilib beraman formani. Lux kasteri Germaniyani oxirgi formasi hamma joylari tikilgan. Ko'ryapsizlar, hech qanaqa nakleyka emas. Mana rezinkalarni ko'ryapsizlarmi? Adidaslar hammasi joy-joyda, hamma shakllari 1954-yil Adidas orqalarini bitta ko'rishingiz mumkin. Jinsilar bilan kiysanglar o'lib qoladi. Narxi 150 so'm. S'dan 2XL gacha razmeri bor. Xuddi shunaqa kashtada Angliyaning formasi keldi. Bularning shortiga-yu naqshlarni qaranglar. Voy, 150 so'm. Mamatlari klassik qilib chiqarilgan. Endi Liverpoolning mana bunaqa bomba kashitadagi formasi kelib qoldi. Ustini o'zi narxi 150 so'm. Buni hamma detallari qo'yilgan. Futbolkani o'zi 90 milliy formada ham yengillik bor. City'ning 4-formasi keldi. So'raganingizni mana olib keldik. Buni komandaga olsanglar ham bo'ladi. Orqasiga nomerlar yozib beramiz. Shorting bilan komplekt narxi 90 ming so'm. S'dan 2XL gacha razmeri bor. PSJning qizil rangli formasi keldi-yu. Qizil rangli PSJni ko'rganmisizlar? Juda ham chiroyli chiqqan, narxi 90 ming so'm. Bu yerda yana boshqa yangiliklar bor. Hammasini Telegram kanaliga joylab qo'yganmiz. Yangi uzun formalar 100 ming so'mdan o'sha yerdan o'tib zakaz qilasizlar. Qaysi biri yoqdi kommentariyaga yozib qoldiringlar. Bitta like kutib qolamiz. Hammaga rahmat.